O'zbekiston kasaba uyushmalarining 120 yilligi munosabati bilan mamlakatimizda mehnat muhofazasi, xavfsiz mehnat sharoitlari va xodimlar salomatligini himoya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda Oqqo'rg'on tumanidagi 25-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida mehnat xavfsizligi va gigiyenasi mavzusida amaliy seminar o'tkazildi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Tadbirda Quyi-Chirchiq, Oqqo'rg'on, Bo'ka va Piskent tumanlaridagi tibbiyot birlashmalarining mehnat muhofazasi bo'yicha mas'ullari, boshlang'ich kasaba uyushmasi qo'mita vakillari hamda tashkilotlarning mehnat xavfsizligi bo'yicha mutasaddilar ishtirok etishdi. Tadbir davomida ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va ularning oldini olish, gender tengligining huquqiy asoslari, viloyatdagi baxtsiz hodisalar statistikasi, mehnat muhofazasi bo'yicha amaldagi me'yoriy hujjatlar, tibbiyot muassasalarida mehnat xavfsizligini tashkil etish hamda ish beruvchining majburiyatlari kabi masalalar muhokama qilindi. Ma'ruzachilar mehnat xavfsizligi va gigiyenasining eng muhim tamoyillariga to'xtalib, ish joyida texnik xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, himoya vositalaridan to'g'ri foydalanish, uskunalarni xavfsiz boshqarish, shuningdek shovqin, vibratsiya va boshqa zararli omillarni kamaytirish zarurligini ta'kidlashdi. Seminar yakunida esa ishtirokchilarga amaliy tavsiyalar berildi.